mani qizligim pardam olinmagan, hali qiz bolaman, lekin erim men bilan bo'lishni xohlamaydi. Uni ayol kuzatgandan keyin ya'ni o'sha holatda ko'rib qolgan, masturbatsiya bilan shug'ullanayotgan erkak kishi o'ziga tan olmaydi va erkak kishining g'ururi-ku bu narsa. Tan olgisi kelmaydi, baribir o'sha chestiga teggandan keyin ayolida shunaqa narsa bo'lib qolganki, janjalli bo'ladi. Keyin уже nima bo'ladi? O'zbekda bu narsa muammoli qaynota, qaynona boshqalarga ko'tariladi. Keyin bu narsani kuzatgandan keyin meni jinsiy aloqa qilmaydilar yoki qilayotgan paytlarda urug' to'kilmaydi, ya'ni ereksiya bo'lmaydi. Kinolarni ko'rib turib, men bilan jinsiy aloqa qiladilar yoki o'sha masturbatsiya bilan shug'ullanib turib, meni qinimga tashiydilar. Shunaqa holatlar ham juda ham ko'p eshitamiz. Ko'p bemorlarni kelishadi yoki meni shu yozishadi va shunaqa Instagram ijtimoiy tarmoqlarda. Endi